Kalgotkilar sezonlar. Akalar nima deydi? Qo'li band. Kalgotga nomer aytib qo'yarakmi YouTube'ga? Telefon nomer? Nechilik? 99lik 605 50 raqamiga aloqaga chiqinglar. Shu Kalgotga sotayotgan akalarimiz nomerlari IBM'da olsalang, albatta telefon qilsalang yaxshi bo'ladi. Bir pachka, ikki pachka dostavka qilib bermaydi akalarimiz. Agar endi hobby yop ana meni qoplarda savdo qilyapti. Kalgotkilar hozir narxlarni so'ragani ham nima deydi? Ayollar ko'ryapsizlar, savdo qilyapti. Mana bu kalgotkichilar. Akamizda kelin ko'ylaklar ham mana o'rab olgan. Xolamiz mana bunday chaqaloqlar kiyimlarini sotishyapti. Bu yerda tevaliklar, keyin mana o'rug'ishlar ham bor ekan. Tagliklar, Shapka ham bor ekan. shapkacha ham bor ekan. O'zi bu katta bo'ladigan tali tovonchali, bizniki emas. O'raydigan. Korzinka ishlanchilar. Bu yoqda dasturxonliklar. Pachka bu 2000 dan. 4 shapkani Qanchadan dasturxonliklar? Rasululloh bitta xonligi 20 Bitta xon taxtaligi 20 ming so'm ekan. eng arzoni 10 ming. Eng arzoni 10 ming so'm. Razmerlar bu. Razmerlar har xillardan bor ekan. Bu yoqda gullilar 30 ming so'm ekan. Kattaroq ekan u. Kattaroq ekan. Bunalar ham siznikimi? 3 metrli 80 ming 90 ming. 3 metrli 80 ming 90 ming so'm, o'rtasida mana zari bor. Ular menimcha katta xon taxtalari tushadigan a? Bir 3 metrda atrofida chiqadiganmi? Pachkani shapkani bekor ochib yubordik. Sizlar ona yo'qdimi shapka? Keyin mana bu arzon dasturxonlar, shu o'zimizda xo'jaliklar nima deydi? Yuvib ishlatadigan dasturxonlardan. Bu narxini 10 ming so'm dedim. Nechiga nechi? Biriga 1,5 xon. Biriga 1,5 xon taxtaga tushadigan ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 100 Qarang endi. Dasturxon sotayotgan akamiz nomeri 99lik 857 0045 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamiz mana shunchalardan bor ekan. Nech puldan bular? 13 ming. Narxi 13 ming so'm ekan. Ikkitalik razmer ekan. O'ynaydi ishtoncha bor ekan. Shim ishtoncha qancha? 15 ga ikkitaligi ham. 15 ming so'm ekan. Trikolar nech puldan ekan? Assalomu alaykum. Trikolar 17 ming, 18 ming, 62 ga dur. 62 gachasi 18 ming. 18 ming so'm ekan. Funta 17 ming 56 ga dur. 17 ming 56 gacha ekan. 22 ming, 15 ming. Bular 22 ming so'm ekan. Xibolar 15 ming so'm ekan. Bu xibolar necha razmer? 58 ga dur. 58 gacha ekan. Kimono nimami? Velvetmi u yo boshqachalar? Kiletka velvet yuqqasi ekan. Bu qancha? 18 ming. 18 ming so'm ekan. Xibolar endi bunida 58 gacha razmeri. Rasvetkalardan bor ekan. Buni qoralar 62 gacha ekan razmeri. Buni qancha dedingiz? 18 ming so'm ekan. Telefon nomeringizni qo'yaymi YouTube'ga? 99lik 99lik 989 989 86 00 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamiz ishlardan kerak bo'lsa. Sog' bo'ling aka. Qanchadan aka ishtonchalar? Ishtonchalarimiz 8 ming. Ishtonchalar 8 ming so'mdan ekan. Standartmi? Razmer necha yoshlik? 3 yosh 5 yoshlik ekan. Ikkitalikda pachkada ikkita razmer. 3 yosh 5 yosh ekan. Necha tepasiz? Bu standart. Standart narxi 5 yoshga tushadi. Bular 17 ming. 5 yoshlarga tushar ekan. Razmeri 5 yosh ekan. 5 yoshlarga tushar ekan. Narxi 17 ming so'm ekan. Nomeringizni aytib qo'yaymi? YouTube'ga 90lik 566 31 28 raqamiga aloqaga chiqinglar. Akamiz ishlaridan kerak bo'lsa.
sog' bo'ling, savdolaringiz bersin. Abbos